O'zbekistonda hadovoy eng baquvvat avtomobil Spark avtomobili. Bu mashinani yana ham yumshatish uchun nimalar qilish kerak va nimalarga e'tibor berish kerak? Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Toshli, shaharli yo'lda yurganda Spark avtomobilida rulga dirg'ilab urishi birinchi o'rinda sharniridan bo'ladi. Sharniri ko'p holatlarda o'ynab qoladi. Buni sharnirini original SR firmanikidan qo'ysalaring, xuddi shunday moshina bo'lsa, avtomobillaringda rulga urish muammosi mutlaqo yo'qoladi. Hadovoy qildirganda ko'pchilik reche vtulka qo'yadi. Reche vtulkani qo'yishda ham o'zini qonun qoidasi bor. Ko'pchilik reche vtulkani qo'ygandan keyin turgan joyda qotirib qo'yadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Sababi reche pastga osilib turganda reche vtulkani qotirib qo'ysalaring, mashina yerga tushib muvozanatga kelganda reche vtulka qiyshiqligini hisobiga mashinada har xil noxush holatlar paydo bo'ladi. Shuning uchun buni qotirishdan oldin yerga muvozanatga mashinani tushirib bo'lib, keyin 21 gaykasini to'liq oxirigacha qotirib qo'ysalaring, mashinalaring ancha yumshoq bo'ladi. Sizni ham avtomobilingizda qanaqa muammo borligini kommentariyada yozib qoldiring, albatta javob beramiz. Shu videoga bitta like bosib, albatta profilga ham obuna bo'lishni unutmang. Spark uchun yana nimalar qilish kerak haqida video kerak bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring.